Assalomu alaykum hammaga. Sloveniya universiteti kanalida bugun biz yangi video oldik. Va bugungi videolik ko'plab obunachilarimizdan berilgan savolga javoblar tayyorlandi. Ya'ni ko'pchilik sohalarda tibbiyot universitetlariga kirish bolalar, xususan davolash ishi haqida so'ragan ekansizlar. Va bugun video aynan shu haqida bo'ladi. Videoni o'tkazganimizda hozirgacha ko'ring. Albatta videoga like bosib qo'yib esdan chiqmasin. Xo'p, hozirgi paytga kelib bunaqa ma'lumotlarni topish juda ham qiyin va ularni ochiqlashga tarqatish mumkin ham emas ekan. Saytlarda o'z muallif huquqi bor ekan. Shu boisdan ma'lumotlarning hammasini o'qib beraman. Demak, birinchi navbatda keling, davolash ishini ko'rib chiqaylik. Toshkent davlat tibbiyot universiteti bo'yicha 2025-2026-yildagi ballar ekan. Davolash ishi bu yerda grant uchun 183.7 ball, bu yerda kvotalar soni ko'rsatilmagan ekan. Grant uchun 183.7 ball, kontrakt uchun esa 168.9 ballni tashkil etgan ekan. Xo'p, albatta bular tumanlar sari, ya'ni filiallari ko'paygan sari bu ballar turli xil bo'ladi. Shuning uchun ularni ham o'qib beraman. Va lekin bitta narsani aytish kerak, filiallarida grant masalasida faqat grant bor ekan. Kontrakt yo'q ekan. Va eng past ballni bu yerda davolash ishi bo'yicha, filiallari bo'yicha qaysi tuman ekan? Davolash ishi Beshariq tumanida 134.4 grant uchun ekan. Eng pasti shu ekan. O'rtacha 158 ball bilan bu yerda talaba bo'lgan bo'lishingiz mumkin ekan. Davolash ishi Kosonsoy tumanida talab bo'lishingiz mumkin. Bu tumanlar juda ham ko'p. Shunga yarasha ballar ham o'zgarib borgan. Yana ekologiya, mana shuni haqida ham ko'p so'rashgan ekan. Ekologiya va atrof muhit kirish yo'nalishi bo'yicha kirish ballarini 97.7 grant, 94.8 kontrakt. Farmatsiya sohasi 144.16 grantga, 130.2 kontraktga. Xo'p, bu yerda ko'ramiz, yana izohlarda ko'pchilik shu davolash ishi, ekologiya va farmatsiya sohalarini so'rashardi. Shuning uchun ham shuni qo'yardim. Demak, oliy hamshiralik ishi, bu savol ham ko'p berilardi. Oliy hamshiralik grantga 140.3, kontrakt 139.4. Farqlari uncha katta emas. Pediatriya ishi 174.5 grantga, 161.4 kontraktga. Stomatologiya, bu ham ko'p berishardi savolni. 173.9 grantga, 162.3 kontraktga. Tibbiyot profilaktika ishi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Bu savol ham berilgan ekan. Xo'p, tibbiyot profilaktika ishi 121.8 grantga, 98 ball kontrakt uchun. Demak, hozircha shu, ya'ni biz hozir sodiq obunachilarimizdan kelgan savollarga javob beryapmiz. Ya'ni ular kanalimizga podpiska bosgan, har bitta videolarga like bosib boradi, izoh yozib boradi. Agar siz ham savollaringizga javob olmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Bundan tashqari, mana bu aytayotgan ballarim o'tgan yil o'quv yilida, ya'ni hozirda amalda bo'lib turibdi, lekin bu yangi o'quv yilida o'zgarib qolishi mumkin. Bu nima maqsadda sizlarga bo'lishyapman ma'lumotlarni. Shunchaki yangi o'quv yilida taxminiy sizda bir ma'lumot bo'lsin, ya'ni kirish ballari qanday bo'lishi uchun. Maslahatim, bu ballarda masalan, misol uchun davolash ishi 172 dan undan to'y bo'ladigan bo'lsa, siz uni 10 ball qo'shib hisoblab turing. Ya'ni eng yomon holatda, ya'ni sizga nisbatan yaqinroq chiqadi. Chunki raqobatga ham bog'liq bo'ladi, ya'ni yakunda ballar. Baribir ham aytganimdek, ballarni 10-15 ball plus-minus bilan hisoblab turganingiz yaxshiroq va har doim bu ballarga ishonib qolish kerak emas. Ballar har xil bo'lib qolishi mumkin. Shu boisdan hozir video shundan iborat edi. Agar siz ham aytganimdek qanday savolga javob olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki izohlarda aynan sizga qaysi yo'nalishda, qaysi universitet haqida ma'lumot kerak, shunchaki yozib qo'ying. Agar kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, videolarimga like bo'lgan bo'lsangiz, albatta vaqtida video tayyorlayman. Video hozir shunday iborat. Xayr, salomat bo'ling.